Assalomu alaykum akalar. Bugungi ishimizda Lacetti Pro 8 mashinasi. Bu mashinamizni yurishtir turbalari berdelga qilingan ekan. O'tgan safar o'zim stik qilib berdim. Bu safar most orqasidagi turba uzilib ketganligi sababli degan ekanlar akamiz. Netdan gullab ham qo'ygan. Shu probeyga kelib qo'ygan yurishtirdi. Bunisi ham yupqalashib qo'ygan ekan, olib tashladik. Uniga akkuratni qilib, osiltirmasdan deb bo'lsa, mosga to'g'ri bo'ladi. Turba berdelga qilib berdik. Обязательно flanslar qo'yib inshaalloh hech qanday tegmaydigan qilib, akkuratni qilib uстановка qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Jonlar yomon bo'lsin, videoda Lacetti bilan tanishlikka jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.